Lady bilan gentlemenlar hammalarga assalom. Yana asha qo'li shirin oshpaz Roro qaytdi. Kes. O mol keldi. Haqiqiy mol keldi. Salat yerkan. Molimiz salat yeyman deydi. Tamom. Mol nima desa shu ustiga ketchup. Ma uka. Uka senga. Pulni tashlaylik. Keling brat, steykmi? Steak tamom steak. Steakni o'zim shunaqangi chiroyli qilib chopib zo'r qilib beraman. Pichog'imni olaydi. Steakingiz tayyor. Qo'y. Hop. Ne bu bo'limi? Ha, bo'lindi. Bo'ldi. Mana, brat, steakingiz. Senga nima? Kolani o'zimi? Bor do'kondan ol. Aynan men yonimga kelish shartmigina? Muzi ham bo'lsinmi? Muzdan ham so'ra. Muz to'lib ketib qoldi. Ha, opa, nima yugurib kel, kimni it quladimi deyman sizga. Pullarimni yig'ib olib, o'g'ri borda berlarda. Sizga salatmi? Sizga salat emas, cho'ta suv kerakka o'xshayapti ko'proqchi. Men muzini ichiga ko'proq qo'yaman-da, singlim, nimaga bilasizmi? Chunki kolani o'zi kamroq ketadi-da. Mushuk keldi. Va qandashing keldi. Kartoshka free yeyman desa o'laman. Steak yerkan. Kartoshka go'sht yerkan. Kartoshka go'sht yemoqchi. Qo'yili. Bu qanaqa dunyo bu? Steakni qo'y. Haqiqatda go'sht yeging kelyaptimi? Hozir. Steak kesishlarim yani burakka o'xshab kesib berayman. Ya barmog'im seni deb ketdi. Barmog'im. Ya tosh otdingmi sen menga? Seni deb barmog'imni uzib oldimmi? Ha, bo'ldi, qayt. Bo'ldi, uzr. Barmog'im kesilib ketar ekan. Endi qizishib turamizda, endi bu steakda hamma-hammaga berib yuboraman mushukka. Steakka risk mana kelin chiqdi. Ya o'g'ri ekan, harami. Voy o'g'ri. Qochdi. Voy mo'jjalim meni nima? Botaqaraga qarab ketib yordim, ha? Voy. Ha, senga steakmi? Bittasi bo'lmasa ikkinchisi oladi, opa. To'g'rimi? To'g'ri. Burgerda ana vegetarianskiy burger 8 talik. 1 2 ye. Uxlamang, opa, uxlamang. Men mashidaman, hozir siz navbatingiz keldi. Nima hammalar uyqusilar bu yerda, ha? Oy, bitta shashilmanglar. Men mashida bir kishiman. To'g'rimi? To'g'ri. Ya opa, uni xafa bo'lmang. Endi men ham atay qilmayman, pullarimni yig'ishtirib olay. Men ham atay qilmayapman. O'zim ya pichoq ketib qolaverar ekan. Ya yoningizga tushirib yuborsam meni urasizmi siz? Ha? Sen meni urdingmi, kassopat? Tayyor kirma qaytib. Kirma вообще, sen uchun bizni do'konimiz butun umrga yopildi. Opa, sizga nima? Men sizlarni ovqatinglar qilib beryapmanmi? Och qolganinglarda sizlarni bahyapmanmi? Yo buni minnat qilyapti demang, просто bahyapman. Qisib turingmada. Ha, mana bo'lar ekan-ku, mana konichiwa, aning kelsa yo, boring ashaqa. Molam o'zini go'shidan burger yemoqchi. Qanaqa dunyolarga kelib qoldim, men qanaqa dunyolarga kelib qoldim. Opa, sabr qilib turing. Siz navbatingiz keldi. Siz navbatingiz mashida o'sha. Itni go'shidan yo'rasammi? Endi molni go'shi desam senga tahqirlanish bo'lib qoladi-da. Ayb o'zingda uka. O'zingcha o'zingni go'shingdan yemoqchi bo'lyapsan-da. Lekin bizda unaqa emas. Itni go'shi. Brat, chidolmayotgan bo'lsangiz hojatxona nariyada. Shuna chiqqaningizdan keyin chapda tolni tagida. Reski borasiz, hojatingizni bajarib kelavering bemalol. Mana yana qulayotgan burger ol. Sizga siz cho'ta shashilayotganga o'xshayapsiz, ha? Cho'ta sizniki muhimga o'xshayapti, turishni qaranglar. Yomon qistayapti ekan sizda, ha? Hozir. Ko'p gapirdim. Mang. Suv ichmang, yomon. Suv ichsangiz riski qo'yib yuboradi. Voy kartoshka, sen meni ishimni yomon ko'p qilding-da. 5 ta go'sht. Jiyan jim turib tur endi. Jag'ingni yopib tur. Men konsentratsiya qilishim kerak. Konsentratsiyani buzma. Men o'zimga ishonchimni oshirishim kerak. Men kuchli oshpazman. Men o'ta zo'raman deyishim kerak-da. Keyin kuchayaman. Bo'lmasam men bir tiyinga olmasdan hamma yuraveradi. Samatsenkani ko'tarib, mana o'sha seni burgering tayyor. Bir-biridan xunuk burgerlar. Mana, ol. Qimmat bo'ladi, lekin aytib qo'yay. Qimmat tushding. $300 berdi. Bitta burgerga $300. Ko'tingi ishdan ol, $300 berishdan oldin menga. Sizlar bitta kirmasdan reski kirar ekansizlar. Hamda voy, sizlar atay meni qiynayman deysizlarmi, bilmayman. Qo'lni tekkizmaysiz, bo'lsam qo'lni men barmoq kesib olishim. Ay, kassopat, kesib olish mumkin deb turib kesib oldim mana. Seni deb kesdim barmog'imni.
Senga 5 ta oyoq. Kelinglar, kelinglar. Nima unaqa qarayapsan? Pul o'g'irlayman deding ha? Pul o'g'irlamoqchi bo'lding ha? Harom? Ha? Sen haromsan sen. Yomon tez ishlayapman ha? Ammo tovush tezligi ishlayapman. Ha, brat, sizniki ham anaqa shekilliga shashilinchmi deyman. Shashilinch bo'lsangiz qanaqa burger aytyapsiz qarang ey. 5 talik go'sht. Va, jonimga tegdi mana shu katta burger. Katta burgerni men menyudan olib tashlashim kerak shekilli-da. Qiyin ekanda u katta burgerni qilish ham. Ye, go'shtini ol, qo'y. Ikkita burger, krepchi, keyin bitta bundan, salat, yana go'sht. Ikkita qo'yaymi? Ha, ikkita qo'y. Go'sht solib turib, bitta pishloq. Bitta pishloq, go'sht, salat, keyin ustiga opa. Voy! Perfect burger bo'ldi lekin brat, o'zimni yegilarim kelib, icha qiynaymi sizni, ha? Icha qiynaymi? Ya hali tayyor bo'lmadi. Icha masha turing, muzlarimni shunday o'z joyiga keltirib qilib olay. Ya go'shingiz pishyapti. Ishtonga eplab qo'yamikin, turishni qaranglar. Ishtonga eplab beramikin mashada. Ammo o'zingiz tozalaysiz ham aytib, bizda unaqa parrosh yo'q. O'zingiz tozalaysiz, yotib olib tozalataman amma. Shivabrani beraman, artas 5 sekund qolganda beraman. Chidasinchi qani. Turishni qarang. Sizni ko'rib men qiynalayotganingizni ko'rib shunaqa rohatlanyapman. Ichim qora emas, ichim qop-qora. Unaqa qilib o'zicha 5 sekund. Mang, oling. Yeng. Sevdi u. Qo'yib yubordi ishtonga ham bu bo'ldi. Yoqib qolganidan. Nech pul berdi? Qimmat edi lekin, nech pul berganini bilmayman, qimmat berdi.